akalar mol zo'ri mana chiqib ketyapti sigir. Joni hisobiga. Hurmatli obunachilar, molni zo'ri mana chiqib ketyapti. Joni hisobiga. Qanchaga boribdi aka bu? Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Abrorus kanalining ashaddiy tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Biz bugun Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldonbek Cho'jamol bozoridamiz. Akalar, bozorimizga yaxshi sigirlar ko'p chiqqan. Bularni qo'ldan kelgancha narx-navolari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bir donadan layklarni bosib, kanalga mehmonlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Inshaalloh videorolikni boshladik. Akalar, bugungi sanamiz 15-aprel sanasi haftaning seshanba kuni 2025-yil. Akalar, boshlayveramiz. Layklayamanglar. Aka, assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizmi? So'msiz. Narx-navolari qanaqa ekan aka bularni? 55 kami bor aka. 55 kam bor. Hammasi shunaqa narxmi? Yo'q, aka, ikkiosibizdan xolos men tashlab Ha, mana shu ikkala to'qol a? Gap yo'q. 55 million so'mdan kam bor ekan. Bozor savdo qildim aka? 45 million so'mdan bermadingiz a? Necha oylikdan bu aka? 7 oylikdan. 7 oylikdan bo'g'ozlar. Hurmatli obunachilar, zot qanaqa endi buni aka? Gibridmi bu? Sementanga golishgan gibridmi? Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, gibrid mollarimiz mana 7 oylikdan bo'g'oz ekan. Joning hisobiga, lekin juda baland akalar. 1.60 chiqib qoladi. 1.60. Mana havas qilganlardan mana shunaqangi sigirlardan kamida akalar 5 tadan bo'laversin mana. Ostlari, tutaklari. Endi akalar hali 7 oylik ekan, bu yoq bundan bu yoqqa yelni solaveradi. Nomer berib qo'yasizmi aka? 97lik 233 5959 aka. Joni hisob bo'lsin. Bozorni bersin aka. Hurmatli obunachilar, ketaveramiz mana. Sekin, naryoqda bitta shvet bor. Shuni ko'rsatib beramiz. Mana akalar, bolasi ham kattagina bo'lib qolibdi. Joni hisob bo'ldi. Mana ko'ringlar. Akajon, savdo bo'ldimi bu? Qancha qilishdi bozor? 50 million qilyapsiz-a? Joni hisob bo'ldi. Nechtasi beryapti? Plastiklar, yelilari hamma yo'q go'zal bir chiroyli narsa ekan. Bolasi buqa ekan aka. Bola o'zinikimi? Mana hurmatli obunachilar. Nechinchi tug'ish aka bu? Ikkinchisi, ha? Ikkinchisiga. Qornida yo'qmi aka? Bir oy bo'lgan, urib qo'yganiga tekshirganim yo'q. Qo'yib qo'ygansiz bir oy bo'ldi, hali tekshirilgani yo'q. Gumonda ekan, hurmatli obunachilar. Mana 50 million savdosi bo'libdi. Qancha baho etdik aka bunga? 65 million so'm. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mol juda ham zo'r, juda ham og'ir vazmin narsa akalar. Bo'y basti ham kichkina narsa emas, o'sha bozorning eng lider mollaridan. Mana ishqibozlarga hozir nomerlarni olib beramiz. 50 million so'm savdosi bo'libdi. Aka, bolasi necha oylik? 4 oylik bo'ldi. 4 oylik, ha? Nomer berib qo'yamizmi ishqiboziga? Ayting qani? 95lik. 95lik 860 8002 aka. Joni sog' bo'lsin mana. Akalar. Abrorus. Abrorusmi? Abrorus aka. Undan ketchigini o'zingiz bilan. Men bo'lib turibman-da Abrorus aka. Aha, kuzatib turibsizmi mana? Salom yo'llab qo'ying do'stimga. Salom ayting, yo'ldosh. Aka, joni sog' bo'lsin. Do'stim o'rniga men xizmatdaman-da, haq xizmatdamiz aka. O'zingiz yaxshimi axir? Xo'p, mana. Joni sog' bo'lsin-da. Hurmatli obunachilar, navbatdagi. Bo'g'ozmi bu aka? Necha oylik? 5 oylik. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, 5 oylik bo'g'oz. Nechinchisiga? 3-siga. 3-siga 5 oylik bo'g'oz mana sharhalari. Zo'r, xudolasa yelimni solishdi. Yoraveradigan mol bo'ladi. Xudolasa zo'r akalar. O'sha do'stim kabi bozorning old narsalarni ko'rsatib beryapman. 3-qoringa bo'g'oz 5 oylik. Qancha narxi? 45 million deyapsiz. 45 million kam bor. Bozor qancha qildi? Bozor ham jazman bo'ldi. Hali jazman savdo bo'lgani yo'q.
Nomer berib qo'yasizmi? Mayli, bozorni bersin. Sog' bo'ling. Mana. Tamam, orqalarga qarang akalar, korobkalar. Mana bitta mana savdo bo'lyapti. Qanchaga bordi aka savdo? 41 million, ha? Bu chekkadagisimi? Birinchisi. Akalar mana 41 million so'm savdo bo'lyapti. Bu nima bu? Bo'ldi, tushganingiz yo'q. Bo'g'oz necha oylik? 8 oylik. 8 oylik, ha? 8 oylik akalar. 2 oylik bo'g'oz. 41 million so'm qilyapti akalar. 45 bo'lsa beraman deyapti akamiz. Mana bozorda yaxshi mollarimiz ozgina kamroq chiqdi lekin. Bu kimdan ekan? Sizlardan emasmi? Ketdik akalar. Sekin aylanib yuraveramiz. Ona bolami bu aka? Aka ona bolami bular? Navbatdagi bo'g'oz sigirimiz, Abrorus. Hurmatli obunachilar, sigirimiz. O'rtog'imanda hojiga ketdi-yu umraga. Aha, do'stim o'rniga xizmatdamiz. Salom yo'llaymiz. Keling mana, salom aytib qo'ying mana. Obunachilarimizdan do'stim. Obunachilarga salom. Abrorbek, ziyoratingiz qabul bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin, duoda bo'lib turinglar do'stim uchun. Qancha bo'ldi aka bu? 45 million so'm narxi. Bozor qancha qildi? Bola nima bola? Bola novvos. Nechinchisiga bu? 3-siga novvos bolali mana sigirimiz. Akalar nechta sut beryapti bu? 23 ta sog'ilyapti hozirgi kunda. 30 tagacha taqiyda, yaxshilab qarasa. Gap yo'q. Mana, hurmatli akalar, 45 million so'm kamroq qilib berasiz. Nomer berib qo'yasizmi aka? 94lik. Ko'rib oling aka. Aniq. Nurullo emasmi? Yo'q, men Chorva marketida admin Aslbekman. Nurullo ham bor edi. Aha, katta yotibdi ham. Nechi ekan aka? 94lik 603 08 28. Gap yo'q, bozorni bersin aka. Mana navbatdagi bo'g'ozimiz. Savdo bo'lib turibdi mana. Akajon ozgina bunday qo'shsin. Mana aka. Tog'am narx qancha buni? Buni 30 million. 30 million. Bo'g'ozmi yo? 2 oylik gumoni bor. 2 oylik gumoni bor. Nechinchisiga? Ikkinchisiga. Ikkinchisiga gumon. Shu to'rtta. 4 kurak ekan akalar. 30 million so'm kami bor deyapsiz. Kami bor ekan akalar, gumon. Mana. Lekin kichkina narsa emas ekan bu ham. Kichkina narsa emas. Hurmatli obunachilar, mana shu ham baraka bo'ldi hozirgina. Akalarim shunaqa deyishdi. $28 baraka bo'ldi deyishdi akalar. Mana. Aka bu narx qancha ekan? Narx qancha ekan? 40 million. Savdo bo'ldimi? Qancha qilish? 35. 35 ga berilmabdi akalar. 40 million so'm narx aytilyapti. Bolasi nima aka? Bolasi hozir necha kun, necha oylik bu? 2 oylik. Nechta suti bor buni aka? 15 ta suti bor. Gap yo'q. Mana. Bozorni bersin aka.
Aka sizdanmi sigir? Qancha ekan bundan narxi? 42 million mana bolasi akalar. Bola nima aka? Xunojin. Nechinchi qoringa? 3-chi qoringa bola xunojin. Sigirimiz nechta suti bor aka? Ha, sinalga yo'q, hali. 2 kun bo'ldi. Mana 2 kun bo'ldi, hali sinalmabdi akalar. Narxini qancha dedingiz? 42 deyapmiz. 42. Bozor qancha qildi? 35. 35. 35 ga bermadingiz. Gap yo'q. 35 ga berilmabdi akalar. Barakasi bersin. Mana akalar. Sizlarning uyingdagi mollaringni taqqoslab ko'rib olaverasizlar. Mana. Aka, bu sement olamiz qancha savdo bo'pti? Savdo bo'lyapti. Mana akalar, savdo bo'lyapti hozir. Bo'lamiz. Buni ko'ringlar. Siz so'rab oling-chi aka, qancha qilishdi? Qancha qildi? Qancha qilishyapti? 35 ga bermayapsiz. Bolasi nima? Bolasi xunojin. 35 ming so'mga berilmayapti mana akalar. Ustidagilari, so'skalari hamma o'zira olmas ekan akalar. Xo'p. 3-chi yo 4-chi bolasi shekilliga. 3-chi yo 4-chi bolasi. Akalar, navbatdagi sigirimiz mana. Aka, bolasi nima ekan buni? Bolasi xunojin. Necha kunlik bo'ldi bolaga? 5 kunlik bo'ldi. 5 kunlik. Sutini sinardingizmi? Ha. Nechta beryapti? 15 ta. 15 ta, gap yo'q. Akalar, ro'zg'or bobidan so'raganlarga necha pul savdo bo'lyapti aka bu? Savdosi bilmadim, mana chiqdi. Deda, savdosi bo'ldi. Zo'q qilish. 34 qilishdi bular. 34 million so'mga beraman. Hozir. Qancha narx aytamiz bunga? 42 deyapti. 42 million so'm. Nechinchi qoringa bu? Ikkinchisi 6 shura. Ikkinchisiga 6 ko'rak. Hurmatli obunachilar mana. Joning sog' bo'ling, ko'ringlar. Ikkinchisiga 6 ko'rak. 36 million so'm qilgan ekan, hozir endi 34 qilyapti. Mana bolasi. Bolasi gibridmi deyman-da? O'zang gibrid. Navbatdagi hurmatli obunachilar. Tog'am, qanchaga bordi bu sigirimiz? 36 ga. Bolasi mentaldanmi? Rossiya paroda. Krasniy pyostra bo'pti-da bu. Gap yo'q. Mana akalar. Sutni nechta beryapti bu? 20 ta. 20 ta. Gap yo'q. Nechinchi bolasi tog'am? Ikkinchisiga. Yerga yaqinida so'raganlarga, hurmatli obunachilar. Qancha narx aytamiz bunga tog'am? 40 so'rayapti. 40 so'rayapsiz. Qancha beryapti bozor? 35 berdi. 35 ga bermadingiz, ha? 35 yarimga akalar. Tog'amiz bermabdi. Qo'shganiga, mabodoga akalar aloqa yetishsin ham beradi. Nomeringizni aytib qo'yasizmi? Aytib qo'ygan. Ulug'ning nomeri 95lik. 95lik 138 138 60. Bola nima dedik? Xunojinmi? Xunojin bola. Hurmatli obunachilar, bola xunojin. Mana bu yoqda mana savdo bo'lyapti akalar. Savdo bo'lyapti. Tapalog'idan so'ragan. Qanchaga bordi aka? 29 million 300 ga bermayapti, ha? Mana aka. 29 million 300. Tog'a, bolasi nima buni? Ha, siz olgan yo'qmi? Bolasi novoz, ha? Nechinchisiga ekan? Aka? Ikkinchisiga. Gap yo'q, mana. Ikkinchisiga ekan aka. 29 million 300 ga berilmayapti. Mana akamiz savdo qilishyapti.